hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan bugungi videoda men Minecraft uchun top 3 ta eng zo'r modlarni tayyorlab qo'ydim. Bular hammasi faqat Poja Launcherga tushadi va 1.12 ga. Birinchi modimiz bu bunaqa notebooklar modi. Mana bu yerda har xillari bor. Hozir men rangim qizil va yashil va qizilni yashilni olaman dedim-ku, yaxshi yashilni olishim kerak, yaxshi yashilni. Va bu yerda o'zini game stullar ham bor. Va mana pastroqda do'stlar, mana do'stlar juda ham zo'r bu modda do'stlarim. Hozir tayyorlab olay, maylim. Mana bo'ldi. Mana qayerga qo'ysam, notebookni mana shu yerga qo'yaman. Ustun esa mana shu yerga bo'ldi. Mana bo'ldi, o'tirib ham oldim. Yaxshi. Ochilmayapti negadir. Tushib ochmasam ochilmayapti. Yaxshi, bunga o'tirib olib, bitta bossak ochiladi do'stlar. Endi o'tirib olamiz bunga va bitta bossak notebookning ustiga kiradi mana. Bu do'stlar, mana haqiqiy notebookga o'xshaydi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdan betdan xohlagan narsalarni qilsanglar bo'ladi, faqat sizga Wi-Fi kerak. Wi-Fi'ni ham o'zi manaki turgan bo'ladi-da, faqat nimaga bo'lay kirmayapti, kirish kerak-da, mayli. Bulardan chiqish kerak. Nima qilib chiqish kerak edi? Bo'ldi, chiqib ham oldik. Bo'ldi do'stlar, buni boshqa foydali tomonlari yo'q, faqat seriallarda ishlasak bo'ladi. Ishlasalar bo'ladi. Keyingi modimiz bu uy jihozlari modi do'stlar. Bu juda ham ajoyib va zo'r mod do'stlar. Juda zo'r mod. Buni serialda ishlatsanglar juda ham sizlarga mos tushadigan modlar. Hozir ko'rsataman. Mana yaxshi bilan yo'q qolamiz. Ana bo'ldi. Endi manaki mebel modi. Mana shu yerda juda ko'p do'stlar. Faqat bu yerda men o'zim keraklilarni olib sizlarga ko'rsataman. Mana bitta kravat, xolodilnik, to'g'ri muzlatgich tushib ketdi. Hech narsa qilmaydi. Bu pastroqdan bittagina, batut eng kerakligi do'stlar. Juda ham zo'rda bu. Menga batut eng yoqadigan va bittagina yotoq, qizildan ham olaveraman. Yaxshi, mana do'stlarim, hozir joylashtirib olaman. Xolodilnikni bu yerga qo'yamiz. Kravatni esa mana bu yerga. Bu yerga esa hozir bunga ham yotsanglar bo'ladi, faqat unda bu yerga esa kravat o'shani nima edi do'stlar, buni mebel desam bo'ladi yoki kursida shu ham. Kursi mana bu yerga qo'yamiz, batutni bu yerga. Batutda mazza qilib sakrasa bo'ladi do'stlar. Mazza qilib sakrayman bunda. Do'stlar, sizlar haqiqiy dunyoga oshirolmagan orzularingizni Minecraftga oshirsanglar bo'ladi. Do'stlar, juda zo'r mod bu. Modlar kerak bo'lsa Telegram kanalida bo'ladi. Juda ham zo'r mod do'stlar. Endi kelinglar, bunga ham o'tirish kerak. Ana bo'ldi. Do'stlar, bu modlar juda ham zo'r modlarda do'stlar. Sizlarga tayyorlab qo'ygan keyingi modim esa bu qurollar modi, Tank Guns modi do'stlarim. Bu juda ham zo'r mod va mana do'stlar, manaki pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu modlar turgan bo'ladi. Hozir bilan yo'qotib olay. Mana bo'ldi. Yaxshi, buni ham yo'qotib olaman. Pastroqqa tushamiz endi. Yaxshi, ana bo'ldi do'stlar. Bu yerda hacker har doim Jamolni o'ldiradigan quroli turibdi. Manaki. Men bu qurolni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir endi bu yerdan mana yerga o'tib olamiz va tuxum joyiga o'tishimiz kerak edi. Bunga o'taman. Yo'q, bunga kompasga. Yaxshi. Endi yozish kerak. Chiqa qol, tezroq chiqay. Chiqmayapti-ku. Nimaga bunday bo'lyapti? Bo'ldi. Bo'ldi, chiqsa yaxshi. Manaki do'stlar, hozir ko'rsataman. Bitta tuxumni olib olay. Mana bo'ldi. Endi pastroqqa tushamiz. Mana jitelni qo'yaman. Mana. WhatsApp Jamol. Do'stlarim, bu animatsiyasi o'ldi. Bu juda ham animatsiya bilan o'lish kerak. WhatsApp Jamol. Mana do'stlar, ko'rdinglar, bu juda ham animatsiya bilan o'ldi do'stlar. Sizlar hali bu yerda juda ham ko'p modlar bor do'stlar. Bu modlar kerak bo'lsa Telegram kanalimda bo'ladi. Sizlar menga 50 ta like berishingiz kerak do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 50 ta like va 50 ta obunachi. Shu bilan men buni Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanalimiz nomi Muzim Channel do'stlar. Shunday Muzim Channel yozsanglar chiqadi. Hammaga xayr do'stlar.